Hürmetli vatandaşım yukarıki leksiyimizin devamı. Ötken yılı bir yıl içinde Cungo'dan chet elge ekip çıkıp ketken sap pul 600 milyard 760 milyon dollarga yetti. Xalqaro pul muomala institutining statistikasi bo'yicha hisoblaganda shundoq bo'ldi. Hatta 1 trilyon dollarga yetti deyildi. Amerika Bloomberg agentligining statistikasiga asoslanganda. Pulning sirtqa eqib ketishining sur'atini ostilatish uchun Beijing kapitalni tizginlash tadbirini qaytadan qo'zg'atdi. Ba'zi tadbirlarni oshkora o'ttirg'i chiqardi. Ba'zi tadbirlar texi oshkorlanmadi. Uningdan boshqa Jungoda tashqi privat zapisi zo'r darajada ozayib ketdi. Bu orqali ichki jihatda va tashqi jihatda privat bozoriga qo'shila paydo qildi. Natija shu bo'ldiki, deydi Jang Jadun maqolasini davomlashtirib. Jungoning tashqi privat zapisi tezlik bilan ozlab ketdi. Tezlik bilan ozlab ketishning ko'lami shaksizki, Jungoning privat boshqarish idorasi e'lon qilgan statistikalik sondimi zo'r bo'ldi. Privat boshqarish idorasi e'lon qilgan statistikaga asoslanganda o'tgan yili Jungoning tashqi privati 500 milyard 127 milyon dollar azaygan bo'lsa, bu yil birinchi oyda davomli ozayib 995 milyon dollar kemaydi. O'tgan oyning oxirigacha Beijingning aytishicha, eşindi privat zapisi 3 trilyon 230 milyon dollar bo'lib qoldi. Ba'zi tahlilchilar tahlil qilib mundaq hisobladi. Jungo privat zapisining aqmag'anligi, ya'ni harakatchanligi amaliyotda doirlar e'lon qilgandimi oz bo'lishi mumkin deb ko'rsatdi. Jungoda vaziyatning yomonlashish dardisini tuvandagi voqealardan ko'rib olg'ili bo'ladi deb davomlashtirdi Jang Jadun. Haftaning 4-kuni Xalq bankisi birinchi oylik tashqi privat zapisi dokladida tafsiliy turlar bo'yicha to'xtalmadi va tafsiliy turlar bo'yicha doklad qilmadi. Xalq bankisi tashqi privat sotib olish tarixini davomli tafsiliy e'lon qiladi. Lekin birinchi oyda e'lon qilgan dokladda faqat tashqi privatnikning eshib qolgan miqdorini e'lon qildi. Markaziy Xalq bankisining pul muomala organlari setib olgan tashqi privat miqdorini e'lon qilmaslikni tanlab olganligi bu albatta tahlilchilarning qancha miqdorda privat setib olindi, qancha miqdorda privat tashqariga chiqib ketdi, ahvol aniq bo'lmag'achqa tahlil qilishiga qiyinchilik tug'dirdi. İqtisadshunos xos Shin Jiangguang tahlil qilgandek, Markaziy Xalq bankisining eng muhim statistikasini e'lon qilmasligining sabablari ehtimol kechiktirib e'lon qilishni ko'zda tutgan bo'lishi kerak. Bu go'yo Beijing umidsiz holatda tashqi privat zapisining ozlab ketayotgan darajasini yoshirishga uringanligi bo'lishi kerak va balki shuni ko'rsatib berish kerak. Nayt aniqki deydi Jang Jadun efendi. Jungoning tashqi privati yana davomli ozlaydi. Balki muvofiq bir saviyaga qadar ozlaydi. Lekin o'xshashli bir vaqtda Jungoning texnika byurokratlari xalq pulining bir qatimda qimmati tushib, ma'lum saviyada to'xtab qolishiga qat'iy qarshi turdi. Mana bu jumlaga diqqat qiling, vatandoshim, nima deydi? Xalq pulining deydi, Jungoning texnika byurokratlari xalq pulining bir qatimda qimmati tushib, ma'lum saviyada to'xtab qolishiga qat'iy qarshi turdi. 20 davlat guruhi moliya ministrlari yig'inida bir turlik pul tavrinishni cheklash kelishimi imzolanadi yo'q. Jungoning moliya ministri Lu Jibi 3-chi qatim, ya'ni Jungoning moliya ministri Lu Jibi 3 qatim yo'q deb javob berdi.
O mundaq dedi, Cunguğa qandaqdır Guangchang kelişimi imzalaş faqat matbuatlarning ham xiyolidir. Lojibinim dedi Maliye Ministri Cungu'nun Cungu üçün Guangchang kelişimi imzalaş bu faqat matbuatlarning ham xiyolidir. 20 devlet güroyi Maliye Ministrleri yığını qatnaşqanlar Pirot meselesinde qandaqdır moyun bir kelişim imzalaydı dep hesaplamaydı. 20 devlet güroyi zadı nime meselede ortak tunuş hasıl kılıdı. O bolsa rekabet karakterlik pul kımmetini düşürüş katağına çöp kalmaslıkka koşuluştur.